Uzoq yaqindan kuzatayotgan obunachi va kuzatuvchilarim barchalariga xayrli kech deb qolaman. Imtihon test markazlarida ko'p ko'p tushayotgan savol va testlardan hozir birgalikda imkon qadar yechib, haydovchilik guvohnomasini olishga, a'lo natijalar ko'rsatishga yana bir qadam tashlaymiz. Kuzatib boring, obuna bo'lishni unutmang. Rahmat barchalariga kuzatayotganinglar uchun. Xo'p, haydovchilik majburiyatlariga kiramiz. O'tgan safar bundan videolar qo'ygandik. O'tkazib yuboramiz o'tib ketgan savollarni. Xo'p, yana o'tkazamiz. Kelinlar 60 dan boshlaymiz. Xo'p. Savol. E'tibor berib, diqqat qilib kuzatib boring birgalikda. Tezlik ortishi bilan haydovchining ko'rish maydoni qanday o'zgaradi? Javob: albatta torayadi. 61-savol. Haydovchining o'rtacha reaksiya vaqti deb qabul qilingan taxminan 1 sekund. Javob. 62-savol. Yondosh hudud. Yondosh hududga javob tanlaymiz. Variantlardan bevosita yo'lga tutashgan va transport vositalarini o'tib ketishi uchun mo'ljallanmagan hudud. Hovli, turar joy, dahalar, avtomobil to'xtash turar joyi, yonilg'i quyish shoxobchalari, korxona va shunga o'xshash. Shu javob to'g'ri. 63-savol. Kunning qorong'u vaqtida harakatlanayotgan transport vositasi haydovchisi tezlikni tanlash qanday eng asosiy hal qiluvchi omil e'tiborga olish kerak? Ko'rinish sharoitini. Javob to'g'ri. Qaysi rasmda ajratuvchi mintaqasi bor bo'lgan yo'l ko'rsatilgan? Albatta o'yindagi rasmda ko'rsatilgan. Rasmga e'tibor berib qo'yamiz. 65-savol. Ajratuvchi mintaqa yo'lning yonma-yon joylashgan qatnov qismlari ajratuvchi transport vositalari harakatlanishi yoki to'xtashi uchun mo'ljallanmagan yo'l sathi ko'tarilgan yoki maysazor ariq maxsus to'siqlar bilan ajratilgan band qismi. Shu javob to'g'ri. Chunki bundan oldin belgiladik bu javobni. Mana bizga bundan oldin xuddi avto imtihon test markazlarida ham shunaqa chalg'ituvchi savollar kelib qoladi. Mana birinchi berilyapti, rasm bilan berilyapti xuddi shu. Biz ajratuvchi mana o'ng tomonda maysazor, o'rtasida to'siqlar bilan mana stalba yoki bo'lmasam gulzor, archazor bo'lishi mumkin. Xo'p. Ikkinchi topayotganimiz ajratuvchi mintaqa deb beryapti. Bunda rasmsiz beryapti. E'tiborli bo'lishimiz kerak. Rasm bilan berilganda ham, rasmsiz berilganda ham savollarni yaxshilab o'qib, tushunib keyin belgilashga harakat qilaylik. Aholi punkti atamasi nimani bildiradi? Javoblar: kirish va chiqish yo'llari 522, 525 belgilar bilan belgilash hududi. Shu javob to'g'ri. Xo'p. 67-savol. Yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash. Javoblar: yo'l transport hodisalari kelib chiqishi sabablarini oldini olish. Shu javob to'g'ri. 68. Imtiyozli atamasi tegishli ta'rif ko'rsating. Xo'p, bu yerda ikkinchi javob to'g'ri. Yo'l harakati qatnashchilariga nisbatan imtiyozli bo'lgan boshqa yo'l harakati qatnashchilari harakat. Mana bitta xato qildik. Bu yerda mo'ljallangan yo'nalishda boshqa yo'l harakati qatnashchilariga nisbatan oldinda harakatlanish huquqiga ega. Esdan chiqarmanglar. Shoshilmasdan albatta savolni o'qib, 7 o'lchab 1 kesing deydimi? Shunaqa qilib belgilasanglar albatta yaxshi natijalar bo'ladi. 69-savol. Ushbu yo'l nechta qatnov qismiga ega? E'tibor beramiz qatnov qismlariga. Bitta qatnov qismiga ega. 70. Qaysi rasmda ikkita qatnov qismiga ega bo'lgan yo'l ko'rsatilgan? Hech qaysi rasmda ko'rsatilmagan. 71. Qaysi rasmda ajratuvchi mintaqa ko'rsatilgan? Hech qaysi rasmda, chunki bu yerda gulzor, o'rtada maysazor yo'q. Javob to'g'ri. 72. Yo'lning qatnov qismi. Javoblar: yo'lning relsiz transport vositalari harakati uchun mo'ljallangan qismi. Shu javob to'g'ri. 73. Mexanik transport vositalari shatakka olishda egiluvchan ulag'ichga kamida nechta ogohlantiruvchi qurilma o'rnatiladi? Kamida 2 ta bo'lishi kerak. 74-savol. Harakatlanish tasmasi. Xo'p, avtomobillarning bir qator
bir qator bo'lib harakatlanishi uchun yetarlicha keng bo'lgan yo'l chizig'i bilan belgilangan yoki belgilanmagan yo'l qatnov qismining har qanday bo'ylama tasmasi. Shu javob to'g'ri. 75. Transport vositasining ruxsat etilgan to'la vazni. Xo'p, javoblar. Jihozlangan transport vositasining ishlab chiqarish korxona tomonidan belgilangan yuk haydovchi va yo'lovchi bilan birgalikda eng yuqori vaznli o'lchovi. Shu javob to'g'ri. 76. Qaysi transport vositasi yo'nalish transport vositalari hisoblanadi? Belgilangan yo'nalishda va bekatlar bo'lgan yo'lovchi tashish. Shu javob to'g'ri. 77. savol. Asosiy yo'l. Ikki bo'lakli yo'lga nisbatan 3 yoki undan ko'p bo'lakli yo'l. Bu javob noto'g'ri. Turpoqli yo'lga nisbatan qattiq qoplamali asfalt, sement, betonli tosh va shunga o'xshagan yotqizilgan yo'l. Shu javob to'g'ri. 78. Oldi chiroqlar va orqa chiroqlar, gabarit chiroqlar ishlamayotgan transport vositasi harakatini davom ettirish taqiqlanadi. Xo'p, faqat kunning qorong'u vaqtida, faqat yetarli ko'rinmaslikda, barcha javoblar ko'rsatilgan holatlar belgilaymiz. Javob to'g'ri. 79. savol. Quyidagi javoblarda qaysi birida yo'lovchi atamasining to'g'ri tarifi ko'rsatilgan? Xo'p, transport vositasining barcha shaxslar. Transport vositasini haydovchisidan tashqari shaxs, shuningdek, transport vositasiga kirayotgan, unga chiqib o'tirayotgan yoki transport vositasidan chiqayotgan, undan tushayotgan shaxs. Shu javob to'g'ri. 80. savol. O'zib ketish deb nimaga aytiladi? Transport vositasi bir yo'nalishda transport vositasidan tezligiga ortiq tezlikka harakatlanishi. Qarama-qarshi yo'nalishda harakatlanayotgan 3 mo'ljallangan tasmaga chiqib, so'ngra ilgari egallagan qatoriga qaytib o'tish. Bog'liq bo'lgan harakat. 20 tadan hozir 20 ta 60 dan boshlagan bo'lsak, 20 tadan 2 ta xato qildik. Xo'p, 81. To'siq deb nimaga aytiladi? Yo'lning qatnov qismini harakatsiz holda bo'lgan jism. Tirbandlik tufayli qatnov qismi to'xtab turgan transport vositasi yo'l harakati xavf soluvchi har qanday omil. Birinchi javob to'g'ri. Albatta, imtihon markazlariga testga borganinglarda, to'lovlarni amalga oshirib kirayotganinglarda inobatga olishinglarni so'rayman. 1,5 million so'm to'lov bo'ladigan bo'lsa, birinchisida 1,400,000 so'm ekan. Aniq summasini hozir bilmayman. Taxminan 1,5 million so'm to'lab kiryapsiz. Tezda belgilab, hali xato qilib, xatoga yo'l qo'yib chiqmasligilar so'rab qolaman, sababiki 1,5 million so'mni siz topishingiz uchun yana necha kun ishlaysiz. Qancha qiynalasiz. Yana qayta imtihonga pul to'lab bermayman deb qolaman. Buning uchun imtihon test ilovalaridan foydalaning. Agar imkoningiz bo'lmasa, qo'yayotgan videolar manfaatli bo'lsa, ko'rib, ham men bilan birgalikda tayyorgarlik ko'ring. Barchalarga rahmat, kuzatib boringlar, obuna bo'lishni unutmanglar. Rahmat, sog' bo'linglar, omon bo'linglar.